Assalomu alaykum Taqvo Mebel obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Hop, bugun sizlarga yana obzorni qilib o'tamiz ugalvoylarimizni. Hop, bundan oldingi videolarda ham ko'rgan bo'lishingiz kerak videolarimizni. Hop, endi talab va istaklarga binoan shu hozir 4 xil variantda turibdi ugalvoylar. Shularni obzorni qilib o'tamiz. Undan oldin kanalimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Hop, Asadbek bo'lmasam video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum Taqvo Mebel kuzatuvchilari. Bugungi obzorimizda yana shohona mebellarimiz. Hop, bo'lmasam qaysi bir mebelimizdan boshlaymiz? Bunisidan boshlaylik. Bunisini menimcha Hop. narsalarimiz ko'rmadi shekilli. Ha, menimcha ko'rmadi. Hop, yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Bu Otabek ham hamda Asadbek ham aka-uka. Birinchi qo'l usta o'zlari, shunisiga ham bitta alohida e'tibor berib, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Otabek, yaxshimisiz? Rahmat o'zinglar. Charchamayapsizlarmi? Rahmat. Bo'lmasam Asadbek boshladik. Bunimiz divan kreslo. Aha. Gullari 3D o'yilgan. Hop. Bularimiz 100% sasni yog'och, yonlari samarez. Materiallari ham mo'shi material. Koreyskiy villur har doimgidek. Tureyskiy dinalari. Hop. Qonimiz razmeri keladigan bo'lsa, 80 stolimiz. hop, ichlarini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hop, bunisini narxi qancha? Bunimizning narxi taqalgani 11 millionga qo'yadi. 11 million so'm. Hop, demak Taqvo Mebel kuzatuvchilaridan chiqadigan bo'lsa, obunachilardan bo'ladigan bo'lsa, narxidan o'tib berasiz. Ashlar sizning obunachilaringiz ichidan bo'lsa 11 million so'm. Hop, undan o'tib berasiz. Kelishamiz siz. Hop, bo'lsam keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak. Bunimiz har doimgidek. Aha. Hop, qisqa tanishtirib o'tamiz, chunki bundan oldin ham video chiqarganmiz. Turinglar endi. To'g'ri cho'kyapti. Bunisi bu bir xil narsa keladi. Ha, ikkovi bitta narsa ekan. Prosta rangida farq bor Rangida ekan. farq bor xolos. Aha. Hop. Yog'och hissasini bular. Bular 100% yog'och sasdan, yonlari samarez. Aha. Bu 2 qavat ham deb bo'ladi. Mana shunisi ham yana bitta tushuntirib o'tib ketaylik. Bularimiz 2 qavat ham deb bo'ladi. Aha. Farqi shunda nariga bilan. Modelida, ko'rinishida past bir xil. Keyin tepasida gulida farq qiladi. Narxini qancha dedik buni? 8,5 million. 8,5 million so'm. Hop. Yana qaytarib o'taman, agar men obunachilarimdan chiqadigan bo'lsa, narxidan o'tib berasiz. Kelishib beramiz. Hop, bunisini aytib o'tdik. Buni rasvetkasi deb. Hop. Bu ishimizga o'tadigan bo'lsak, Buni o'tadigan bo'lsa, divan kresloga birinchi ko'rsatganimiz xuddi shuni ugalogi bu. ha, divan kreslo ishimizni bu ugalogi. Hop. Bunisini narxi qancha? Bunimizning narxi siz obunachilaringizga 10 million qilib beramiz. Hop, 10 million so'm qilib berasiz bizga obunachilarga. Hop, agar yana qaytarib o'taman. Aha. Hop, buni endi bir gullari boshqasini qisqacha tanishtirib qo'ysangiz. Bularimiz ham xuddi shunaqa yaqinroqdan olsangiz ko'rinadi buni ham. Aha. 3D bo'lgan model, 3 qavat ham deb bo'ladi. Buni keyin yong'oq varianti bor. U endi pulidacha o'zgarish bo'ladi. Agar hali nima deydi? Klientning talabiga qarab yong'oqligimiz bor, yong'oqdan qilib beramiz. Yong'oq yog'ochdan qilib beriladigan bo'lsa, yong'oq qayra o'zgaradi. boshdan bo'ladi. 100% yong'oq deb aytamiz. Yong'oq qayra boshdan bo'ladi. Hop, demak yog'ochdan qilishda ham iloji bor buni, gullarni. Xuddi shu variantda. Xuddi shu narsani yong'oqli, ikki qayra boshli variantini qilib beramiz. Hop. Agar videomizni ko'rib, bemalol aloqa qilsanglar bo'ladi. Nomerlarni yozib qoldiramiz ustani. Asadbek, sizga ham katta rahmat. Aka, salomat bo'ling. Hop, rahmat.